Travel xizmatlarimiz ham mavjud. Travel xizmatlari butun Yevropa va Germaniya va butun Yevropani o'z ichiga qamrab oladi. Sayyohlik xizmati. Sayyohlik xizmati, Bu mashinalar ham sizlarning o'zinglarniki, Bu mashina ham biz o'zimizga tegishli. Bu mashina orqali har xil klassda, budjetli yoki VIP klasslarda xizmatlar ko'rsatamiz. Qimmat mashinaga o'xshab. Samolyotgacha tizimimiz ham bor, ya'ni mehmonlarni samolyotdan kutib olib, yana samolyotgacha yetkazib qo'yamiz. Samolyotdan degani bu aeroportdan degani emas, aynan samolyotni o'zidan. Aeroportdan emas, samolyotni o'zidan, ya'ni zinadan tushishi bilan kutib olinish. Bizga Shveysariya 2-3 soatlik yo'l, Italiya ham 2-3 soatlik, Fransiya ham bir qadam. Ya'ni butun bir kunda o'zida ertalab nonushtani Germaniyada, obedni Fransiyada va kechki ovqatni Shveysariyada, ortib qolgan joyga Italiyaga ham borish mumkin-da. Ya'ni 3 ta 4 ta davlatni bemalol aylanish mumkin agar aylanaman degan odamlar bo'ladigan bo'lsa.